Assalomu alaykum hammaga. O'tirdim taksi kutib, nimaga video olmayapsan yana deb o'zimga o'zim to'g'rirog'i urishib berdim. Nargiz opam bilan ketyapman. Yusufova выпускной bo'ladi bugun. Birinchi menimcha nonushta qilgani borsak kerak. Aytgancha bitta kommentariy o'qib qoldim. Mashinangizga nima bo'ldi deb so'ragan ekanlar. Mashinamga ko'z tegdi. Juda ham ko'p buzilishi boshladi oxirgi paytlar va sotib yubordik. Inshaalloh Alloh nasib qilgan kunim yangi mashina olish nasib qilsin. Minilgan mashina bo'lsa ham bo'laveradi, to'g'risini aytsam, mashinalarni umuman anaqasiga ahamiyat bermayman. Oyijonimning bitta gaplari bor edi, mashinaning hammasi 4 ta g'ildirak, bitta ruldan iborat narsa, asosiysi manzilingga yetkazib qo'ysa bo'ldi deydilar. Shuning uchun ham nimagadir mashinalarni markasiga ham anaqasiga ham hech narsasiga xullas qiziqmayman. Xullas kommentariy o'qib qolganim uchun shuni aytgim keldi. Hozir agar yo'lda video olarsam olaman, agar ola olmasam Nargiz opamlarnikida videomni davom ettiramiz. Biz Nargiz opamlar bilan juda ham dahshat manzarali joyga nonushta qilgani keldik. Qaranglar, bo'tdan zipline minishadi va most manzarasi bilan videoga olishadi. Juda ham zo'r. Biz faqat pastga qarab tushib ketyapmiz. Bu manzarada nonushta qilmasak ham orada chiqib tomosha qilib turamiz. Nargiz opa. Hayır. Çünkü içmedim. Suyu al buraya. Bir de o hamurlarını kaldır. Niye? Çünkü buraya koyalım. Dur bakayım. Tamam. Yapa yapa. Çatal çok Efe. Çatal çok. Al. Bu düştü. Bekorchilikdan qattiq video olishni bilmasdan tepaliga chiqdim. Sizlarga chiroyli manzaralarni ko'rsatish uchun tepadan yanada ham chiroyli ko'rinadi. Piknik qilgan joyimizni hamnaqa alohida stullarni qo'yib, manzarani tomosha qilib, kofe ichadigan joy bor ekan. Tepadan yana ham chiroyli ko'rinsa kerak. Hozir chiqib ketyapmiz tepaga qarab. Qayerga kelganimizni bilishinglar uchun yozuvni videoga olay dedim va eng tepadan ko'rinadigan manzaralar. Yenge, iyi ki çekmişsin dersen izletmem. 10 sene sonra bile izletmem bak. Paylaşmayın diye. Allah Ne Allah. oğlum diye nazar mı değecek? Ya. Şu an öyle düşünüyorsun da daha sonra öyle düşünmeyeceksin. İyi ki böyle anılarımız olmuş. Tamam anılarımız olsun derim ama Instagram'a gidiyor. Onu nasıl, nerede izleyeceksin? Galeri. Her seferinde yengenden telefon alıp izleyemezsin ki. O zaman WhatsApp'tan bana da. Ha. Atmıyorum. Niye? Kendin çekseydin derim. Bunun nefesi için umutlu olma.
değil mi? Kalk. Dur. Ona parfüm lazım. Ya Instagram Tamam, YouTube'da paylaşırız, Instagram'da yasak. Hadi bin. Efendim? Atrofi shunaqangi chiroyli qilib yasatishganki, butun bolalar zerikmasligi uchun imkonlar yaratilgan. Ko'rganinglarda qaranglar, hamma bironta joyda biron narsa bilan shug'ullanyapti. Hech kim yig'layotgani yo'q, zerikayotgani yo'q. Xohlaganinglarcha mehmon chaqirishinglar mumkin deyishganligi uchun, ko'plar farzandlari bilan kelishishini bilishgani uchun qaranglar, chiroyli qilib sharoit yaratib qo'yishgan. Heluşu? Her zaman söylediğimiz gibi destek olmak tabii ki çok güzel ama esas olan yoksulluğu bitirmek. Bu noktada da iyi politikalar üretmek lazım. Desteklere mahkum ve muhtaç aileler değil, herkesin kendi emeğiyle kendi hakkını kazanabilmesi. Üsküdar Çocuk Üniversitesi Korkut Evet, Pazar Öğlen Baş Sınıf öğrencileri sahnenin sağ tarafına gelsinler. Evet, öğrencilerimizi sol taraftan dikkatli bir şekilde sahneden aşağıya alabilir. başarılar diliyor. Hepinize saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hoşça kalın. Nargiz opamlarnikidan chiqib yugur zo'rg'a uyga yetib keldim va bu yerdan pianinoga ketyapmiz. Pianinodagi ruxsat berishsa u yerda ham ozgina videoga olaman. Xullas kunim yugur bilan o'tib ketdi. Tushlarim oqib ketgan, dahshat. Pianinoga ketishimizdan oldin anaqa tayinli tushuntirishga ulgurmadim. Juda ham shoshilayotgandim chunki Efe bu haqda aytganmanmi bilmadim. Xullas pianino kursiga boradi va har yili oxirida, to'g'rirog'i kursi oxirida yozda tugaydi kurslar, maktablar, hamma narsa tugaydi. Shu uchun ham kurs tugayotgan paytda yoz oyida iyun, har yili adashmasam iyunni o'rtalarida konsert bo'ladi. Kim qaysi kursga qatnashayotgan bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha konsertda ishtirok etadi. Efe masalan o'tgan yili pianino chalgan edi va buni Instagramga qo'ygandim, YouTube'ga adashmasam qo'ymagan edim. Bu yil esa Efe qo'shiq aytar ekan. O'zi qo'shiq aytish bo'yicha kursga qatnashmaydi. Umuman aloqasiz narsa. Prosta o'qituvchimizga Efeni ovozi yoqqanligi uchun qo'shiq ham aytsin, pianino ham chalsin deyishdi. Boya ko'rgan videolarda Efe o'tda faqat qo'shiq aytyapti, o'qituvchisi gitara chalyapti.
konsertda esa jonli ijro bo'lar ekan. To'g'risi juda ham hayajonlanyapman. Qanaqa bo'ladi o'zim ham bilmayman. Qushim ham hayajonlanib ketdi xullas. Jonli orqadan instrumentlar bilan chalishadi va Efe qo'shiq aytar ekan. Jonli ijro qanday bo'ladi o'zim ham bilmayman. Umuman kutmagan narsamiz. Hayajon bilan 20-iyunni kelishini kutyapmiz. Xullas Efeni konsertiga boramiz. Просто unaqa ko'p odamlar ishtirok etadigan konsert emas. Ota-onalar ishtirok etadi-yu, lekin mehmonlar olib borish nimamiz bor, haqqimiz bor. Xullas shunaqa gaplar. Yana ko'p gapirib yubordim shekilli. Xullas hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar.